Assalomu alaykum, qadrli Mingbuloq ahli. Sizlar uchun yangi Bek guruhi o'z ish faoliyatini boshladi. Xudo xolasa, to'y, tadbir, marosim, boshqa turdagi hamma tadbirlar uchun sizlarning xizmatingizda. Nevzod akamizdan qolgan ma'lumotlarni batafsil olamiz. Avvalambor assalomu alaykum Mingbuloq ahli. Mana inshaalloh shu yergacha ekan yana qaytadan boshlashga shu kunlarimizni dorivozlik kasbni yana qaytadan inshaalloh tiklashga madad qo'ydik. Inshaalloh sizlarga xizmatlaymiz. O'tgan kun to'ylarda dor tikish hamma faoliyatimizni inshaalloh olib borishga davom etamiz. Iloyim Mingbuloq ahli, vodiy xalqi, qo'llab-quvvatlab tursalaring xalqim, hamisha sizlarga xizmatlayda, Bek guruhi hamisha yo'llaringda bo'ladi. Yana nima demoqchiman? Musofirda yurgan bizni kuzatuvchilar, akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz bor. Hammalariga iloyim safarlari bexatar bo'lsin. 5 shikast Alloh nasib aylasin xonadonlarga kelish. Hamisha xizmatlaringda, Bek guruhi hamisha yo'llaringda bo'ladi. Bek guruhi sizlarning xizmatlaringda.